Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. Pensionerlar shifokorlik komissiyasidan qayta o'tishga majbur bo'ladimi? Bu kimlarga tegishli? Kimlar xavotir olish kerak va kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolarga, ularning farzandlariga va qarindoshlariga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta chaqiruvga vaqtida javob berilmasa yoki komissiyaga noto'g'ri tayyorgarlik ko'rilsa, pensiya to'lovlarida uzilish bo'lishi, imtiyozlar qayta ko'rib chiqilishi yoki odam o'z huquqini isbotlashga majbur bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq diqqat bilan eshiting. Men bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning muammosini oldindan hal qilib beradi. Avval pensionerlar orasida shunday tushuncha bor edi, agar pensiya tayinlangan bo'lsa, demak endi odam hech qayerga borishi shart emas, har oy pul tushaveradi. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'pchilik fuqarolar uchun bu odatda to'g'ri. Ya'ni erkak yoki ayol belgilangan pensiya yoshiga yetib, ish staji va boshqa hujjatlari asosida pensiyaga chiqqan bo'lsa, u har yili shifokorlik komissiyasidan o'tish kerak degan umumiy qoida yo'q. Lekin masalaning eng muhim joyi shundaki, hamma pensionerlar bir xil toifaga kirmaydi. Yoshga doir pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Kasb kasalligi yoki mehnat jarohati sababli tayinlangan to'lovlar bor. Parvarishga muhtojlik bo'yicha nafaqa yoki qo'shimcha to'lovlar bor. Shifokorlik komissiyasi masalasi aynan mana shu turli toifalarda turlicha qo'llanadi. Oldin ko'p hollarda hujjatlar qog'oz shaklida yurardi. Odam bir joydan ikkinchi joyga ma'lumotnoma ko'tarib borardi. Ayrim holatlarda ma'lumotlar eskirgan bo'lsa ham yillar davomida tekshirilmasdan qolardi. Hozir esa tizimlar bosqichma-bosqich elektronlashmoqda. Tibbiy xulosalar, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati, pensiya to'lovlari va ijtimoiy yordamlar o'zaro solishtirilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Agar sizning pensiyangiz yoki nafaqangiz tibbiy holatga bog'liq bo'lsa, masalan, nogironlik guruhi asosida tayinlangan bo'lsa, sizdan qayta tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinishi mumkin. Bu yerda odamlar orasida tarqaladigan eng katta xato gap shunday: endi barcha pensionerlar komissiyadan o'tadi. O'tmasa pensiyasi to'xtaydi. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Barcha yoshga doir pensionerlarni bir barakayga shifokorlik komissiyasiga chaqirish degan narsa odatda mantiqan ham, amaliy jihatdan ham to'g'ri emas. Lekin nogironlik, mehnatga layoqatsizlik, parvarishga muhtojlik yoki sog'liq holati asosida qo'shimcha to'lov olayotgan fuqarolar uchun komissiya juda muhim bo'lib qoladi. Shuning uchun kimga chaqiruv kelgan bo'lsa, kimning hujjati qayta ko'rik muddati ko'rsatilgan bo'lsa, kimning tibbiy xulosasi muddat tugayotgan bo'lsa, aynan o'sha odamlar masalani bugunoq tekshirishi kerak. Birinchi toifa. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladigan fuqarolar. Agar sizga birinchi, ikkinchi yoki uchinchi guruh nogironlik belgilangan bo'lsa, hujjatingizda nogironlik muddati ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, bir fuqaroga ikkinchi guruh nogironlik 1 yil muddatga berilgan. U har oy 1.200.000 so'm atrofida pensiya yoki nafaqa oladi. Qo'shimcha dori-darmon imtiyozlaridan foydalanadi. Agar uning qayta ko'rik muddati 15 mayda tugasa, lekin u iyun oyigacha komissiyaga bormasa, tizimda uning nogironlik maqomi tasdiqlanmay qolishi mumkin. Natijada to'lovlar kechikadi yoki vaqtincha to'xtatiladi. Keyin odam hujjat yig'ib, qayta isbotlab, ortiqcha yugurishga majbur bo'ladi. Ikkinchi toifa mehnat jarohati yoki kasb kasalligi sababli pensiya yoki kompensatsiya oladiganlar. Masalan, fuqaro zavodda ishlagan, ish vaqtida jarohat olgan, bel umurtqasi shikastlangan. Unga mehnat qobiliyatini yo'qotish foizi belgilangan. Bu foiz 30%, ehid foiz yoki undan yuqori bo'lishi mumkin. To'lov miqdori ham aynan shu foizga bog'liq bo'ladi. Agar komissiya qayta ko'rib, sog'liq holati yaxshilangan deb topsa, to'lov kamayishi mumkin. Aksincha, holat og'irlashgan bo'lsa, to'lov oshishi ham mumkin. Shuning uchun bu yerda komissiya faqat pensiyani olib qo'yish uchun emas, ayrim hollarda odamning foydasiga ham ishlashi mumkin. Uchinchi toifa, parvarishga muhtoj deb topilgan pensionerlar. Masalan, yetim 8 yoshli ona mustaqil yura olmaydi. Doimiy dori ichadi. Uy sharoitida qarovga muhtoj. Farzandlari unga parvarish bo'yicha yordam yoki qo'shimcha imtiyoz olishga harakat qiladi.
Bunday holatda oddiy yoshga doir pensiyaning o'zi yetarli asos bo'lmasligi mumkin. Tibbiy xulosa, shifokor tavsiyasi, komissiya qarori kerak bo'ladi. Agar hujjatlarda doimiy parvarishga muhtoj degan xulosa bo'lsa, yordam olish imkoniyati kengayadi. Agar bunday xulosa bo'lmasa, tashkilotlar asos yo'q deb javob berishi mumkin. 4-toifa ilgari nogironlik guruhi muddatli belgilangan, lekin muddat o'tib ketgan fuqarolar. Hatto bunday misollar juda ko'p. Masalan, odam 2022-yilda 3-guruh nogironlik olgan. Hujjatda qayta ko'rik 2023-yil dekabr oyida deb yozilgan. Lekin u pensiya tushyapti-ku deb yuravergan. Keyin bir kuni bank kartasiga pul tushmay qoladi. Pensiya bo'limiga borsa, tibbiy xulosa muddati tugagan, qayta ko'rikdan o'ting deyshadi. Fuqaro esa shifokorga yozilish, tahlil topshirish, ambulator karta, kasallik tarixi, epikriz, yo'llanma kabi hujjatlarni yig'ishga vaqt sarflaydi. Shu orada 1 yoki 2 oy daromadsiz qolib ketishi mumkin. 5-toifa pensiya yoshiga yetgan bo'lsa ham qo'shimcha ravishda nogironlik guruhi yoki tibbiy imtiyozga ega bo'lganlar. Bu juda nozik masala. Odam 63 yoshga kirib, yoshga doir pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga unda 2-guruh nogironlik ham bo'lishi mumkin. Bunday holatda yoshga doir pensiya alohida, nogironlikka bog'liq imtiyozlar alohida baholanadi. Ya'ni fuqaro men borib yoshga doir pensionerman deb qayta ko'rikni e'tiborsiz qoldirsa, asosiy pensiyasi saqlanishi mumkin, lekin nogironlikka bog'liq qo'shimcha imtiyozlar, dori-darmon, davolanish, sanatoriy yoki boshqa yordamlar masalasida muammo chiqishi ehtimoli bor. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi bo'lmasa, parvarishga muhtojlik bo'yicha alohida nafaqa olmasangiz, kasb kasalligi yoki mehnat jarohati bo'yicha to'lov olmasangiz, sizni shunchaki hamma pensionerlar komissiyadan o'tadi degan gap qo'rqitmasligi kerak. Lekin baribir hujjatlaringizni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ayrim pensionerlar o'zlari bilmagan holda qo'shimcha imtiyozga ega bo'ladi. Ayrimlar esa aksincha o'ziga tegishli yordamni olmasdan yuradi. Masalan, 50 yoshli otaxon faqat 1 million 1 ming so'm yoshga doir pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Unga hech qanday qayta tibbiy ko'rik talab qilinmaydi. Lekin u yurak yetishmovchiligi, qandli diabet va ko'rish qobiliyati pasayishi bilan qiynalayotgan bo'lsa, oilaviy shifokor orqali tibbiy tekshiruvlardan o'tib, ehtimol nogironlik masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Bu holda komissiya majburiyat emas, balki huquqni rasmiylashtirish vositasi bo'ladi. Yana bir misol. 28 yoshli ayol 2-guruh nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Unga nogironlik 1 yilga berilgan. Hujjatda qayta ko'rik muddati sentabr deb turibdi. Agar u avgust oyining o'zida oilaviy poliklinikaga borib, shifokordan yo'llanma olib, kerakli tahlillarni topshirsa, sentabrga qadar hammasini tayyorlab qo'yadi. To'lovlarda uzilish bo'lmaydi. Lekin u 1-sentabrdan keyin harakat boshlasa, tizimda kechikish bo'lishi mumkin. Mana farq nimada? Vaqtida tayyorgarlik qilgan odam tinch o'tadi. Oxirgi kunga qoldirgan odam esa asabiylashadi. Birinchi muhim nuansa. Nogironlik doimiy yoki muddatsiz belgilangan bo'lishi mumkin. Ayrim kasalliklar, ayrim yosh toifalari yoki qaytarilmas holatlarda komissiya nogironlikni muddatsiz belgilashi mumkin. Bunday holatda fuqaro har yili qayta ko'rikdan o'tmasligi mumkin. Lekin bu umuman hech qachon hech narsa tekshirilmaydi degani emas. Agar hujjatlarda xatolik bo'lsa, ma'lumotlar bazasida mos kelmaslik chiqsa yoki fuqaro yangi imtiyoz so'rab murojaat qilsa, qo'shimcha tibbiy ma'lumot talab qilinishi mumkin. Ikkinchi nuansa, chaqiruv kelmasa ham muddatni o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. Ko'pchilik meni hech kim chaqirmadi deydi. Lekin ayrim holatlarda javobgarlik faqat tashkilotda emas, fuqaroning o'zida ham bo'ladi. Sizning qo'lingizdagi nogironlik ma'lumotnomasida, tibbiy xulosada yoki pensiya bo'limi bergan hujjatda qayta ko'rik sanasi yozilgan bo'lsa, shu sana siz uchun signal, telefon ishlamay qolishi, manzil o'zgarishi, xat yetib bormasligi, xabarnoma kechikishi mumkin. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Hujjatdagi muddatni alohida yozib qo'ying. Farzandingizga ayting, telefonga eslatma qo'ying. 3-nuansa, komissiyaga borish uchun faqat pasport bilan borish yetmaydi. Ko'p odamlar meni ko'rib kasalligimni bilishadi deb o'ylaydi. Tibbiy komissiya esa hujjatga qaraydi. Tashxis, davolanish tarixi, tahlillar, shifokor xulosasi, tekshiruv natijalari, rentgen, MRT, uzi, kardiogramma, qon tahlili. Shifoxonada yotgan bo'lsa epikriz.
Masalan, odam belim og'riydi deydi. Komissiya uchun bu yetarli emas. Qachondan beri og'riydi? Qaysi shifokor ko'rgan? Qanday davolangan? Harakat cheklanishi bormi? Mehnat qobiliyatiga qanday ta'sir qiladi? Bular hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 4-nuanji komissiya qaroriga rozi bo'lmasangiz, uni muhokamasiz qabul qilib ketish shart emas. Agar sizga guruh berilmasa, avvalgi guruh kamaytirilsa yoki xulosa sog'liq holatingizga mos emas deb hisoblasangiz, shikoyat qilish, qayta ko'rib chiqishni so'rash, yuqori turuvchi komissiyaga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin shikoyat ham hissiyot bilan emas, hujjat bilan qilinadi. Men rozi emasman degan gapning yo'nida mana mening shifoxonada davolangan epikrizim, mana yangi tahlillarim, mana mutaxassis xulosasi bo'lishi kerak. 5-nuanji ayrim pensionerlar kasalligini yashiradi yoki aksincha ortiqcha bo'rttiradi. Ikkalasi ham zarar. Agar siz ahvolingizni yasharsangiz, o'zingizga tegishli yordamni olmay qolishingiz mumkin. Agar bo'rttirsangiz, komissiya hujjatlarda moslik topolmaydi va ishonch pasayadi. Eng to'g'ri yo'l bu holatni aniq, tinch hujjatlar bilan tushuntirish. Masalan, men 200 metr yursam nafasim qisadi. Zinadan 2-qavatga chiqa olmayman. O'ng qo'lim bilan og'ir narsa ko'tara olmayman. Har kuni insulin qilaman. Oxirgi 6 oyda 2 marta shifoxonada yotdim. Kabi konkret gaplar kerak. 6-nuanji qishloqda yashaydiganlar va yolg'iz pensionerlar ko'proq qiynaladi. Chunki ular hujjat yig'ish uchun tuman markaziga borishi, analiz topshirishi, shifokorga navbat olishi kerak bo'ladi. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzandlari yoki yaqinlari oldindan oilaviy shifokor bilan gaplashib, uyga ko'rik masalasini, transport masalasini, vakillik yoki ishonchnoma kerakmi yo'qmi, shularni aniqlab olish kerak. Eng yomon holat shuki, odam komissiya kuni keladi, lekin bitta hujjat yetishmaydi va ish yana ortga suriladi. 7-nuanji pensiya to'xtatilsa ham. Bu har doim butunlay olib qo'yildi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Hujjat tasdiqlangach qayta tiklanadi. Lekin bu davrda odamning do'riga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovlarga puli kerak bo'ladi. Shuning uchun oldindan tayyorgarlik qilishning iqtisodiy ahamiyati katta. Bir oy pensiya kechiksa ham ko'p oilalar uchun bu jiddiy muammo. Birinchi qadam, o'zingiz qanday pensiya yoki nafaqa olayotganingizni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, kasb kasalligi bo'yicha to'lovmi, parvarish bo'yicha yordammi? Buni bilish uchun pensiya bo'limidan, mahalladagi mas'ul xodimdan yoki tegishli ijtimoiy himoya organidan ma'lumot olishingiz mumkin. Agar bank kartaga pul tushayotgan bo'lsa, pul qayerdan va qaysi asosda tushayotganini aniqlab qo'ying. 2-qadam, qo'lingizdagi barcha tibbiy va pensiya hujjatlarini bir joyga to'plang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, ambulator karta nusxalari, shifoxona epikrizlari, tekshiruv natijalari, dori retseptlari, operatsiya bo'lgan bo'lsa, operatsiya haqida hujjat, kasb kasalligi yoki mehnat jarohati bo'lsa, dalolatnoma va ish joyidan hujjatlar. Hamma narsani bitta papkaga soling. Hujjat tartibli bo'lsa, siz ham komissiyada o'zingizni ishonchli tutasiz. 3-qadam, qayta ko'rik muddati bor yo'qligini tekshiring. Nogironlik ma'lumotnomasida qayta ko'rik sanasi yozilgan bo'lishi mumkin. Agar sana yaqinlashayotgan bo'lsa, kamida bir oy oldin oilaviy poliklinikaga boring. Oxirgi haftaga qoldirmang. Chunki ba'zi tahlillar bir kunda chiqmaydi, ayrim mutaxassislar navbat bilan qabul qiladi. Ayrim tekshiruvlarga yo'llanma kerak bo'ladi. 4-qadam, oilaviy shifokordan yo'llanma va ro'yxat oling. Menga qaysi tahlillar kerak, qaysi mutaxassislar ko'rish kerak, komissiyaga qanday hujjatlar bilan boraman deb aniq so'rang. Agar yurak kasalligi bo'lsa, kardiolog, asab tizimi bo'lsa, nevropatolog, suyak bo'g'im muammosi bo'lsa, travmatolog yoki ortoped, ko'z bo'lsa, oftalmolog. Qandli diabet bo'lsa, endokrinolog xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida baholanadi. 5-qadam, komissiyaga borayotganda o'zingizning real ahvolingizni aniq tushuntirishga tayyorlaning. Masalan, men o'g'riyman deyish o'rniga, oxirgi 3 oyda falon dori ichdim, falon shifokor ko'rdi, falon natija chiqdi, kundalik hayotda mana bunday cheklov bor deb ayting. Agar o'zingiz gapirishga qiynalsangiz, yaqin qarindoshingiz hamrohlik qilsin. Lekin u ham hujjatlarga asoslanib gapirsin. 6-qadam, har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa olib qo'ying. Asl hujjatni topshirish kerak bo'lsa, qayerga topshirganingizni, qachon topshirganingizni
kim qabul qilganini yozib oling. Agar ariza bersangiz, arizaning nusxasida qabul qilingan sana va raqam bo'lishiga harakat qiling. Chunki keyin men topshirgandim deyishdan ko'ra qo'lda dalil bo'lgani yaxshi. 7-qadam, agar to'lov to'xtagan bo'lsa, darhol sababini yozma yoki rasmiy tartibda aniqlang. Bankka borib pul tushmadi deyishning o'zi yetmaydi. Pensiya bo'limiga murojaat qiling. To'lov nima sababdan to'xtadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qanday muddatda tiklanadi deb so'rang. Imkon bo'lsa, javobni yozma shaklida oling. Shunda keyingi harakatingiz aniq bo'ladi. 8-qadam. Agar qaror sizga adolatsiz tuyulsa, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Lekin shikoyatni tartibli qiling. Avval komissiya qarorining nusxasini oling. Keyin yangi yoki qo'shimcha tibbiy hujjatlarni yig'ing. So'ng yuqori turuvchi komissiyaga yoki tegishli organlarga murojaat qiling. Arizada men falon sanada komissiyadan o'tdim, falon qaror chiqarildi, lekin mening sog'liq holatim quyidagi hujjatlar bilan tasdiqlanadi deb yozing. Hissiyot emas, fakt ishlaydi. 9-qadam, farzandlar va yaqinlar, ya'ni pensionerning hujjatiga befarq bo'lmasin. Ko'pincha keksa odam muddatni eslab qolmaydi, qayerga borishni bilmaydi, navbatda qiynaladi. 1 soat vaqt ajratib onangiz yoki otangizning hujjatlarini ko'rib chiqsangiz, keyin bir oy yugurishning oldini olasiz. Ayniqsa, nogironlik muddati, dori imtiyozlari, sanatoriy yo'llanmasi, parvarish hujjatlari alohida e'tibor talab qiladi. 10-qadam, mish bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan ish tuting. Mahallada kimdir hammani chaqiryapti, internetda kimdir pensiyalar bekor bo'ladi desa, darrov vahimaga tushmang. O'zingizga tegishli hujjatni tekshiring. Sizning to'yfangiz qanday? Qayta ko'rik muddati bormi? Chaqiruv bormi? Tibbiy xulosa muddati tugayaptimi? Ana shuni biling. Har bir pensionerning vaziyati individual. Men alohida ta'kidlayman, shifokorlik komissiyasi dushman emas. Uning vazifasi odamning sog'liq holatini rasmiy baholash. Muammo odatda komissiyaning o'zida emas. Odamning tayyorgarliksiz bo'lishida, hujjatlarning yetishmasligida, muddatlarning o'tkazib yuborilishida va noto'g'ri tushunchalarda paydo bo'ladi. Agar siz oldindan tayyorlansangiz, hujjatlarni tartiblasangiz, muddatni nazorat qilsangiz, ko'p xavflarni kamaytirasiz. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, barcha yoshga do'yir pensionerlar avtomatik ravishda shifokorlik komissiyasidan o'tadi deb vahimaga tushish kerak emas. Lekin nogironlik, mehnatga layoqatsizlik, kasb kasalligi, parvarishga muhtojlik yoki tibbiy xulosa asosida to'lov va imtiyoz olayotgan fuqarolar uchun komissiya masalasi juda jiddiy. Muddatni o'tkazib yubormang, hujjatlarni oldindan yig'ing. Oilaviy shifokorga murojaat qiling. Qarorga rozi bo'lmasangiz, qonuniy tartibda shikoyat qiling. Sizdan so'rayman, izohlarda yozing. Sizga yoki yaqinlaringizga shifokorlik komissiyasidan o'tish bo'yicha chaqiruv kelganmi? Hujjat yig'ishda qanday qiyinchilik bo'lgan? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner, ota-onasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan yaqinlari bor insonlarga yuboring. Bitta vaqtida ko'rgan ma'lumot kimningdir pensiyasi to'xtab qolishining oldini olishi mumkin.